10 million so'mga o'zimga shopping qildim. Давайте sizlar bilan birga raspakovka qilamiz. Birinchisi Beauty Box. O'zini narxi 1.365.000, dastavkasi bilan 1.465.000. Ichida nimalar bor? Amerikanskiy qo'shiqchi Rihannaning Fenty highlighteri. MAC brendidan 10 Plus qalam. Buxom или Buxom brendidan lab uchun blesk plumperlar. Keyingi kosmetikalarga o'tamiz. Instagramda trendga chiqib ketgan o'sha mashhur Hourglass'dan paletka. Mana shu paletkani o'zi dastavkasi bilan 1,5 millionga tushdi. Qizlar, buni ichida ikkita pudra, rumyana, bronzer и highlighter bor. Общий hammasi ichida. Yana bitta highlighter, lekin bu Charlotte Tilbury opamizdan. Bu highlighterning narxi 600 ming so'm. Charlotte Tilburydan fixator spray narxi 650 ming so'm. Qizlar, bu eng zo'ri, sizlarga isbotlab beraman. Keyingisi eng lyuksoviy brendlardan biri Yves Saint Laurentdan paletka mini clutch. Qizlar, buni narxi 1,1 million so'm. Ha, shu kichkina narsani. Koreyskiy pilin 60 ming so'm. Luks emas, budjetli firma L'Oreal Parijdan tonalka pudra. Qizlar, уже men buni ishlatib ko'rdim. Narxi 160 ming so'm. Effekti yomon emas. Taroqlar 30 ming, 20 ming. Sindirishga musbat qildik.